Egizak xohlayman, egizak bo'lsin, egizak qilib bering deb kelasizlar qizlar. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Allohdan shuni so'ranglar. Ko'p egizaklarni ko'ramiz, bittasi kasal chiqadi. Ota-ona qo'rqib qoladi, nima qilishga hayron bo'lib qolishadi. Hozir qabulimda ham birinchi skriningdan o'tish uchun kelishdim. Topshirishgan xromosoma kasalliklariga xavf yuqori. Bitta egizak bolajonimizda shib yotibdi. Boshdan oyoq qobiqni ichida turibdi. Bo'yni juda ham qalin, haqiqatda xromosoma kasalliklarini belgilari yaqqol ko'rinib turibdi. Ikkinchi homilamiz esa sog' va sog'lom. Endi nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Bularni baxti ikkita alohida tuxumdan paydo bo'lgan egizaklar. Bittasi uzoq yashamaydi, ona qornida уже nobud bo'ladi. Nobud bo'lgandan keyin undagi toksinlar ikkinchi homilaga ta'sir qilmaydi. Chunki uning qopchasi alohida, uni xorion platsentasi alohida.